skitkani yetimini qilgan ustamizki. Usta sizni ham o'zi butun yakkabog' siqib qoldi. Zo'rligini, xudoni borligini tan olish kerak-da. Bu sketkalar hali yo'linda bundan 5 qattar sketkalar qilamiz. O'zbekistonda qilmaydigan sketkalar qilamiz. Butun O'zbekiston meni ko'rganda, "O, gap yo'q usta" deydigan bo'ladi. Usta skitka faqat tonirovka qilasizmi, boshqa narsa qilolmaysizmi? Skitkani tonirovka bironga qilmaymiz haqiqatan. Men mana shu magazinda ham skitka qo'yib yuboramiz. Ya, egasi nima deydi bu skitka qo'yib? Egasi nima desa deydi. Egasi bilan nima ishimiz bor? Skitka qo'yib yuboramiz mana shu magazinga. O'zini tan narxini tushirib tashlaymiz narxlar. Sindirib tashlaymiz. Muhimi obunachilarimiz nomidan kelsa, like bosadimi, bosmaydimi, maksimal videoni tarqatib qo'yinglar. Bo'ldi. Mana shu magazinga shunday kelsa, skitka qo'yib yuboramiz. O'zimiz qo'yib beramiz. Chexol poliglarimi, ne kelsa, ma'lumotlarni ham o'zimiz qo'yapmiz. Muammo emas, ma'lumotlar ham qo'yish yodib qoldi. Ular ham boshqasi ham ziplab qo'yib tashlayapmiz hozir. Ya, gap yo'q. O'zlar obunachilar prosta kelsa bo'ldi, obuna bo'lsin. Obunachilar shunday kelsin bo'ldi. Like pak bosing deb o'tirmaymiz. Mana o'zi biladi. Like bosib kelsa, bizga obuna bo'lib kelgan bo'lsa, undan ham skitka qo'yamiz. O'zini tan narxidan vobshe tushirib beraveramiz. Yarim narxidan berib yuboramiz. Farqi yo'q bizga. Gap yo'q, usta. Gap yo'q.